bugungi yosh avlod, aynan o'zbekistonlik yosh avlod kechqurun yoki kunduz kuni ommalashgan bir o'yin PUBG ni o'ynash bilan band. Biz shuncha vaqt Renessans haqida, ta'lim tizimi, forma, pedagoglar, maoshlar, rivojlanish haqida gaplashdik. Ba'zan o'ylab qolaman-da, balki shuning uchun ham birorta o'zbekistonlik Nobel mukofotini olmagandir. Ya'ni gap PUBG da emas, lekin ommatan bu bitta misol xolos. PlayStation, Counter-Strike, boshqa behuda TikTok misol game klublarda yoki Instagramda Reels yoki TikTok, YouTube Shorts ko'rib umrini o'tkazayotgan avlod ham bizda yetarli-da. Mana shu haqida qanday fikrdasiz? Hattoki PUBG orqali tanishib turmush qurganlar ham bo'lgan ekan. To'g'ri, bizda emas, Qozog'istonda bo'libdi, lekin bizning oldimizda bo'lgan shu ham. Ya TikTokda, Facebookda, Instagramda tanishib turmush qurganlarning soni ko'p. Bu endi o'zaro aloqalashuv tizimlari kuchayib ketdi, lekin hammasinin tagida ideologiya bor, g'oya bor. Menni shakllantirish, shaxsiyat tashkil qilish, o'ziga ya'ni baho berishlikni imkoniyatini berish kabi g'oyalar bor. Bu muammoni biz yechimini boshidagi savolda gaplashdik. Ta'limdan boshqa najot yo'q. Va biz nima dedik? Yo hayot yo mamot masalasi ta'lim. Ta'lim yo hayot yo mamot masalasi, boshqa yo'l yo'q. Ta'limni aytganda biz aytayotgan hali qadriyat bilan bo'lgan ta'limni aytyapmiz. Biz o'sha TikTokda odamlar bekor o'tiribdimi? Qandaydir platforma tashkil qilishimiz kerak. O'sha TikTokda o'tirgan odamlar bu joyda ham o'tira olsin. Muqobil, unga kirma, bunga kirma bilan muammoni yechib bo'lmaydi. Qaytarish bilan bitmaydi. Yo'q, taqiqlash insonga aks ta'sir qiladi. Teskari yo'lni topishlikka imkon beradi. Chunki inson harisun lima muni'alahu. Odam undan man qilingan narsaga ko'proq qiziqadi. Taqiqlab qo'ysangiz qiziqadi. Hozir buni natijasini ko'rib turibmiz. Va o'shanaqa hodisalarni o'rnini to'ldiradigan, o'sha qobiliyatni to'g'ri yo'lga yo'naltiradigan avlodni shakllantirish kerak. Renessans haqida gapiryapmiz, to'g'ri. Bu nimani bildiradi? Maqsadimiz oliyligini bildiradi. Lekin qadamimiz to'g'rimi, noto'g'riligi bizni hozirgi bosayotgan qadamimizga bog'liq. Birdan narvonni 3-chi, 5-chi pog'onasiga chiqib keta olmaymiz. O'sha muammoni bosib o'tishimiz kerak. Bu yo'qotishlarga ya'ni alamini totishimiz kerak, iloji yo'q. Bu bosqichdan o'tmaguncha tuzalmaymiz. Masalan, narkomaniyaga o'rganib qolgan odamlar tuzalishni xohlasa o'zi o'sha lomka degan bosqichdan o'tishga majbur. Usiz tuzalmaydi. Ko'p narkomarkazlar odamlarga tabletka beradi, dori beradi, boshqa tabletka sababli o'tkazib qo'yadi. U go'yoki og'riqni to'ldiradi, hamma narsasini o'chiradi-da, hamma a'zolarini og'riqsizlantiradi-da, lekin muolaja qilmaydi. Undan chiqqandan keyin, uni ta'siri ketgandan keyin yana muammoga kiradi. Xumorga. Ta'lim ham shu. Biz hozirgi kunda bu TikTok maniya yoki PUBG maniyadan, Like-maniyadan qutulish uchun o'sha lomkadan o'tishimiz kerak. Biz o'zimizni qiynashimiz kerak. Biz xalqimiz bilan birga kelishib aytishimiz kerak. Biz yo millat bo'lamiz va kelajakni quramiz, yoki olomon bo'lamiz, yo'q bo'lamiz.